Assalomu alaykum azizlar. Ana bizim o'zimiz o'qib chiqqan 18-o'rta maktab. Oldin G'ofur G'ulom nomida bo'lgan, hozir esa o'rta maktab, o'rta ta'lim maktabiga aylangan. Manzaraga e'tibor berib qo'yamiz azizlar. Manzaraga, qushlarning ovozini eshityapsizlarmi azizlar? Qushlarning ovozini azizlar. Eshityapsizlarmi qushlarning ovozini? Ko'ryaptimi uni? Daraxtlar qara, daraxtlarda. O'ta go'zal manzara mana bu tomonlar. Katta pincha. Qanday qilib? Katta bo'lmaydi, yaqinlashtirib bo'lmaydi boboni. Mana menda yaqinlashtirib bo'ladi-ku. Bo'larmikan ekan? Daraxtni uchlari ham chiqib kelyapti. Bunday qarasang daraxtni uchlarigacha olyapti, ko'ryapsanmi? Qani.